xanımı Şinjan Ehsan Maycılık Çekiliş Şirketi alaydı qollagan. Assalamu alaykum Aygülda. Aleyküm assalam. Assalamu alaykum ekrandagi İçildasının programımızdan aziz iştirakçıları. Körotqunlar Şinjan televiziya stansiyasının her cuma günü Ürümçi vaqti kesat 7'den 18 minutda dal vaqtida diqqatinglarda bo'lgan İçildasının programısı. Riyasatçı qərnişanlar Nicat Vəli yaptın. Həminlarga sevgili salam, ali ehtiram. Aygül'den dostlarına tanıştık hop getdi bizden programımızdan təkliflik pişiruq ustası. Özünü de Aygül Hanım'ınki gül qoludan tayyorlangan tatlı yemeklerimi çoxum dostlarının izidi var. Biz bugünkü programımızda Aygül Hanım'ni bizga yana bir türlük o'xshagan pishiriqni tayyorlab berishga taklif qildik. Albatta ustalning sizga mush mevaning o'zidan dostlar bugun biz tayyorlamoqchi bo'lgan pishiriqdan nima pishiriq ekanligini qiyos qilib bo'lgan bo'lishi mumkin. U bo'lsa-mu Qulupnik pranik. Qulupnik pranik, ya'ni bo'ljirgan pechenisi. Qulupnik hammaylanga ayon bo'lganidek atyoz faslidagi bizning oldin tanlashimiz hisoblanadi. Biz atyozda bozorlardan ayt chiroyli bo'ljirganlarning, ya'ni qulupniklarni sotilayotganligini ko'ramiz. Biz uni faqat yuvib, shu pita iste'mol qilgandan boshqa yana uningda o'xshagan yemeklarni tayyorlash orqali, pechenlarni pishirish orqali o'zimizning ishtahoyimizga o'zgacha lazzatlarni beg'ishlay olamiz. Bo'ljirgan pranikka kerakli materiallar: seriq may 125 gram, şeker uni 40 gram, şeker 40 gram, bo'ljirgan muvofiq miqdorda, buğday yamsi 75 gram, soda bal qo'shiqda yarim qo'shiq, asal 15 gram. Undan boshqa muvofiq miqdorda un tayyorlab olamiz. Bu yerda undaq bo'lsa, endi biz vaqtni chang tutib shuni tutishib kelsak, oldi bilan qaysi bosqichni boshlaymiz? Oldi bilan seriq may bilan shekarlarni o'lchab, qachiga selib olamiz. Bununda biz agarda turmush sharoitimiz yoki bizning ahvolimiz yer bersa, mana shuningdek tarozidan birini tayyorlab olsak, bu holda bizniki ba'zi materiallarni mo'ljalashimizga texnik qulaylik bo'ladi, shundaqmi? Buni hozir biz o'lcham bo'yicha qilsak, praniklarimiz nihoyat o'lchamlik o'z peti chiqadi. Men hozir o'lchamni aniq deb birman. Aynan qachining og'irligini chiqarib aytganda 0 bo'ladi, shundaqmi? Qachining og'irligini chiqarib aytamiz, andin seriq may. Seriq maydan qancha solamiz? 125 gram. 125 gram. 125 gram. Seriq mayni odatda pranik yoki pishiriqlar ishlatgan vaqtimizda to'nglatqudan elib qo'yaylik. Elib qo'ysak, bundaq yumshoq holatda bo'ldi. Qo'limizda bassak, kirib ketgandek holatda bo'lsa, nihoyat oson. Demak, pek to'ng holatda bo'lmasligi kerak ekanda, cho'qim. Pek to'ng holatda bo'lmasligi kerak. Cho'qim yarim kun burun yoki 2 soat burun ep qo'ysak, erib bo'lgan holatda bo'lsa, bizning mashg'ulot qilishimizga qulaylik bo'ladi. Biz 125 gramma. Sal ishib ketdimi? Ha, bo'ldi. Hozir 127 gram. 6 gram bo'ldi. Ma'noda bo'lib qoldi emasmi? Bo'ldi. Hozir taq bo'ldi. Endi uning oqini nima solamiz? Bunun keyindan shekar uni. Shekar uni. Buni qanchaga solamiz? 40 gram. 40 gramda biz buni endi olib chiqarib nolga to'g'rilab 40 gram bo'ldi-ya. Endi shekarning o'zi. Shekar uni bilan shekarning o'zidan har ikkilisini tanlab turib misol ekanmiz-da. Bo'ldi. Shekarning o'zidan chiqib solmaymiz deyman. Buni o'xshash 40 gram. Ha. Nasıl nisbatda shundaqmi? Chiqarib aytaymi? 40 gram bo'ldi-ya. Endi bu ishni to'liq aralashtiramiz. Aralashtirish vazifasini men tamomlayman. Alg'ichilik, siz o'ldirganlarni aqlashtiramsiz. Mayli. Buni to'liq aralashtirishda qanday qilishni azizlik bo'lamda? Cho'g'ilsiz. Tamam. Bu programni G'o'lji shahar Oqqo'stan ochiq suv va tetim suv zavodi alayda qo'llagan. Biz ba'zi praniklarga sut yoki tuxum qo'yish orqali buni suyuqlantiramiz. Shunaqqa unda qo'ygandan keyin ezilib yeyish yaxshi bo'ldi. Lekin buningga hech qanday narsa aralashtirmayotganmizda. Sutmi ketmaydi, tuxummi ketmaydi. Bularni shunaqa qilsak? Bu pranikni men bir kitobdan ko'rgan. Uyda qizim qulupnikka bek amroqchi. Naq mushbasida qulupnikdan chiqadigan narsa qimmat emas. Shuni kichik qizlar, kichik bolalar bek yaxshi ko'rdi. Shuni kitobdan ko'rib qizimga qilib bergan. Nihoyat tamlik, bek esil chiqdi ta'mi. Shundami? Hozir mana shunchalik aralashib bo'ladi-da. Men bir ko'ray. Ha, eklam. Meni maqtayotgansiz, ancha-muncha unutib qolgan o'xshaysiz-a. Nejat tog'an sirostib ketdi. Mundaqchi cho'rlarni qirib, pakiz holatda yemirib, yana shunami? Mundaq besib turib qilamiz. Shekar bilan seriq may to'liq elishib bo'lgandan keyin, baribir shekar erimaydi, lekin bu shuna ichiga kirib ketar ekan-da. Bu pranik bek oddiy. Ashnama? Bek oddiy, lekin ta'mi shundoq yaxshi. Sizlar bugun qo'shib ketadigan bo'ldi-da bizning ko'rmanlarimiz. Aygulda ham deb shu
jarayonida sizni so'rag'im kelyapti. Dastlabda biz tunishib, hamkorlashgan mezgilimizda Undidar salonunuz vardı ya. Ha. Bekçikti şu vaxtıda mı sizin əgəş küçüləriniz sizdən tamaq etici ügengüç xanım qızlar. Alınsamış programımız çıxıblam sizin çolpanıb getibdi deydi o. Taşıdı ama dükkanlarını içib aldı deydi o. Ha. Qandayrak hazır əhvalınız? Hazır endi şu televizorga chiqqandan yoqi meni texnik odam izlab salonlarda aşı gaplar bo'lib, orqadan tunish bilishlar bak jiqlab ketdi. Shuning bilan uyda qilib yetish bilanmay tugaychib oldim. Dükkanımızda hazır özünüzde işlemsiz ya biraz var mı? Ikki qiz bor. İki kız varken de. Demek hazır yetişemeye kaldık yani sizde ha? Ha. Bu programını Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi alaydı qollagan. Vaqt hazır ilişip tayyor oldu ya da. Ma ilişip oldu endi keyindeki basqıchımızda hasal salamiz. Hasalni salgan chaqda mesela suyu hasal bo'lsa bo'ladimi yoki shundoq qanaqa hasal bo'lsa bo'laveradi? Qanaqa hasal bo'lsa bo'laverdi? 15 gram sil. 15 gram. Ha. 17 gram. 17 gram bo'ldi, tatlıqroq yeydi. Ha, mayli. Ozroq evitaymi ya? Yo'q bo'ldi. Ha. Belki bundaq cho'ngroq narsalarda 1-2 gram ishib kelsa ishni bo'lmaydi, lekin ko'ptirgich turidagi kichik o'lchamlarda 2 gram deganlarda cho'qim diqqat qilish kerak. Şu asal misli jarayonida unki shakar bilan araştırış jarayonini his qildim. Gerçi serixmay dastlab sal qattiqroq holatda bo'lsa-mu, lekin buni biz ilashtirish jarayoni bu yumshoq qiyom holatga keldik ya, hozir yumshoq. Shakar bilan shu xurishlar ilashgandan keyin serixmay ko'pidi, yumshaydi. İlashtirimiz emasmi? Lekin ko'ptirmaymiz, juma to'liq ilashlar bo'ldi. To'liq ilashlar bo'ldi. Amsa men bu bo'ljirganni tozalash bosqichini tamomlab turayman-da. Siz bo'ljirgandan keyin, animsni ilitib, ko'k yerini ilitib, bo'ljirganni ushaq to'g'rab turaman. Uninggacha men moyoqda xamir jug'ray tezroq qilaydi. Shunaqa. Sizlarga hozir bir oddiy savat so'zlab beray. Xo'sh. Bo'ljirgandan keyin kesgandan keyin kesni yuzida ichida bir oppoq yer bo'ldi. Ash yerini ilitib yesak, tam jihatdan texim yaxshi bo'ldi. Nima uchun? Shishil yer bormi yerini bizaq o'yib aytdim. Buni biz oqini avval kesib olsak da bo'ldi ekan-ku. Shunaqmi? Ha. Buni bilib olsak bo'ldik. Odat o'zimiz buni mushubit iste'mol qilgan chaqda bu narsaga diqqat qilib ketmaymiz, lekin odatda oilda ichini tayyorlashga ishlasak, uyvasak bo'ldi ekan. Amiyat bunun maxsus asbob bo'lmasa-mu, nayt asallam bir tarafga kelib bo'ldi ekan. Shunaqmi? Hozir siz bo'ljirganni qog'oz turing. Endi serixmay bilan shakar, asal ilishib bo'ldi. Endi buningga bug'doy yarmisi 75 gram. Bug'doy yarmisimiz odat nelerden setib ola olamiz? Cho'ng talla bozorlarda bor. Ya'ni hazırcha maypiyar desak, buni setib olib bo'ldi, shunaqmi? Buningda qancha solamiz dedik? 75 gram. 75 gram. Endi un solamiz. Undan 110 gram. Har bir qatim o'lchaganda cho'qim mushtaroziniki ig'irligini chiqarib o'tishni unutib qolmanglar. Bo'ldi. Chiqarib olsanglar, lekin to'g'ri o'lchindi. Bo'lmasa oldikisi qatib bundaq bo'ldi desa, ba'zida sal-pal eshib ketadigan ishlar bo'ldi-ku. Xo'sh, hozir Ayguldan bizga nihoyatda tafsiliy qilib bugungi quluplik pranikiga ketadigan materiallar to'g'risida shunaqla qanchalik miqdorda ishlatilish to'g'risida yaxshi tushunchalarni berdik. Iqrodlik ko'z ko'rmalar ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasining ichildasining programmasi. Programımızda alayda qo'llagan ehson yog'chiligiga qaydu tetib qoldirgan shunaqla barakat uni yog' pishiqlab ishlash savatiga ham shunaqla oqlasdan ochiq suyu rahmatimizni bildiramiz. O'z navbatida bizningki bugungi oshxonadagi mashg'ulotlarimizdan imkon qulaylik bo'lishi uchun bizga yaxshi bo'lgan oshxona saymonlarini ta'min etgan Nazifa turmush buyumlariga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. O'z navbatida yana Aygul xonimning qimmatli vaqtini chiqarib bizga astoydillik bilan tafsiliy holda so'zlab berayotganiga tashakkur. Ekrandagi ko'rmanlarimiz yoki mush pishiriqni tayyorlash qiziqayotgan bizning sevimli xonim qizlarimiz, "Ey, abam nima narsalar deganda?" deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, darhol qo'linglar qalam qog'oz ilinglar. Aygul xonim bir tarafdan bizga buni aralashtirgach, yana bir tarafdan bugun ketgan materiallarni yana bir qatam tepasi qanday? Ma'qul bo'ldi. Endi sodadan yarim bal qo'shiq solsizlar, pek az soda solamiz. Pek az buni. Bo'ldi, Aygulda undaqas bugungi materiallar Bugun ketgan materiallar. Serixmay 125 gram. Shakar 40 gram. Shakar uni 40 gram. İkisi o'xshash, shakar 40 gram, shakar uni 40 gram. Anikin asal 15 gram. Xo'sh. Anikin bug'doy yarmisi 75 gram. Un 110 gram. Soda
20 bal qo'shiq. 20 bal qo'shiq bo'ldirgandan 1 kilogram atrofida shunaqa qulupnikdan. Bo'ldirgandan bir 100 gram bo'lsa bo'ldi. Yo'q, 1 kilo bo'lmasa bizdek mana bir tarafni yegash, bir tarafdan qildiganlar yetmaydi ekan. Biz tayyorlayotgan shu unninki, shunaqa. Yoki shu xamirninki qaysi holatda bo'lganligini ko'rib olsak, qanchalik vaqt aralashtiramiz edi? Siyriq maylar bilan unlar o'zaro yeyishib, bir xil yepishib. Ha. Unlar ko'rinmay qoldi. Shu holatgacha bo'lsa bo'ldi. Uning qancha minut? Bo'lmayaptimi? Rostmi deydikmi? Jiddilashga tazma. Bir-birsiga chaplashib bo'lsa bo'ldi. Ha. Aygulda unaqa bo'lsa hozir bo'ldirganlar muvaffaq bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Ochitdi. Chek bo'lsa, qolgan yevasak bo'lamda? Ha, yurdim. Ha. Ha, demak, bu gitonning tushunishi bo'ldi. Demak, bundan qiyom holatda qilsak, bu eg'izga urilmaydi shunaqa. Ha. Agarda buni shunaqa yuqori holatda, don holatda qilsak, bu vaqtda eg'izga urilib ketgan yeyishlik bo'ldi-ku. O'shincha cho'liq vatanda. Bo'ldi. Shundoq pek chiroyli tug'adingiz. Pek chiroyli. Ha. Men xamirga qarab, nijat. To'liq yeyishib bo'lgandan keyin, endi buni folie holtiga o'rab, to'liqni to'nglaydigan yerga ozroq 20 minut atrofida sap qo'yamiz. Programmamızga ishlatgan oshxona buyumlarini Nazifa shirkati ta'minlagan. Diqqatinglarda bo'layotgan Shinjon televiziya stansiyasining ittifoq yo'lidagi Alnozi choy taom shaharsida ko'rinishga ilinayotgan Ichil dasxini programmasi. Biz bugungi programmamizda Aygul xonim bilan birlikda nihoyat yeyishlik bo'lgan qulupnik pranikni, ya'ni bo'ljirgan pechenisini tayyorlashni o'rganyapmiz. Shundoq hamda biz yuqoridagi bosqichlarda bugungi shu qulupnik pranikka ketadigan materiallarni biroq xamir holatga keltirib, ularni undan keyin 10 minut atrofida to'nglatib, muzlagan holatga keltirdik. Bu to'nglash holati emas, muzlagan holati bo'lishi kerak. Chunki bunday bo'lgan chaqda meningcha to'g'rigan chaqda, tukkan chaqda qanday chaplashib olmaydigan, so'zilmaydigan bo'ladi. Bo'lmasa bek milishlab odamni bearam qilib o'tadi, shunami? Bek aqlli ekansiz, dabamsan bilyapsiz. O'zinglarni berib, mana javoblar yog'dirilsin. Xamirimiz muzlagandan keyin chaplashmaydi, uni jab to'g'ri deb oldi. Endi buni yeyaylik. Hozir xamirni sal yipizlab olgandan keyin ma'lum may qog'oz. May qog'oz. May qog'ozni qilib bo'landa. Bo'ldi. Siz nereden sit olsanız adeta? Kuruş dokalları da var. Kuruş dokalları da mı satılır ama? Bunu xamirning yuziga yepib, anadaki no'g'ush bilan niptis qilib 20 sant qilib deymiz. Masalan, ba'zi narsalarni oshqa vaqtimizda o'ttirdan chiqichatga deydigan, ba'zidan chiqichatdan o'ttirgan buning uchun yeysak bo'lamda. Ha, yeysak ham bo'ldi. 20 santda qilinliqda cho'ngroq qilib yeymiz, niptis qilib. Yoki ikki taraf qilsam bo'lamda. May qog'ozni qo'ysaqchi, praniklarni yeygan vaqtda mayli seriq pechin bo'lsin, boshqa praniklar bo'lsin, yeydigan praniklar bo'lsa, mush qog'ozni qo'yib yeysak, yuzi no'g'ushqa chaplashib qolmaydi, ham silliq chiqadi. Olgan vaqtimizda qog'oz chaplashib kelib jitilib ketgan holda. Yo'q, bo'lmaydi, chunki mayli xamir emasmi? Chaplashib qolmaydi. Agar no'g'ush bilan yeysak, no'g'ushninki ham qo'limizning harorati bilan xamir yana abay to'nglat qo'ysaldik emasmi? Shundoq. Xamir yana asliga inib chaplashga holat kelib qoldi. Mana. Bo'ldi. Mushtaq, hamma yeridan tekshi holatda ichilib, tak o'lchamli qilib ketmasanlarmi uyda, ish qilib bolalar yeydigan bo'lgan keyin, bolalaringlar bilan birga keyindagi bosqichlarni birga qilsanglar, bek ko'ngilli. Praniklarni odatda uyda bolalar bilan qilsanglar, ana bola o'tirsidagi oila a'zolari o'tirsidagi mehribonlikni kuchaytiradi. Haqiqatan hamma ailelarda bir aile kişiler birga jam bo'lib, tamoqqa eg'iz tekkan chaqda yoki shu tamoqni birlikda atgan chaqda uningga bizning kuchmadorimiz emas, yurak qinimizmi, mehr muhabbatimizmi, samimiy sadoqatimizmi yo'g'rilganligi uchun bu tamoq biz uchun intayin lazzatli tuyuldi, oilamiz ham barakatli bo'ldi. Shunaqa bir oilaning mo'risidan chiqqan chaqda uningdan keyin u uyda illiqlik bo'ladi, mehr muhabbat bo'ladi. Masalan bir onami farzandlar uchun tujublab turib praniklarni, tamoqlarni shog'inida, atganida shu bolani uyga qaytib, opsi atgan shu mizli tamoqlarni yeyishga oldiraydigan bir holat shakllandi. Shuning bilan bu oila texnik illiqlikqa, mehribonlikqa, muhabbatga, o'zaro kuyinishga, o'zaro tushunishga to'ladi. Odatda biz qilibqa, masalan biz boshqa xil shakar pechenlarni yoki tuxum pechenlarni pishirgan vaqtimizda har xil chiroyli qiliblarni ishlasak bo'ladi, yurak shakllik, undan keyin odam shakllik, shunaqa, gul shakllik. Biroq balkim bizning bugun shu yumaloq qilibni ishlatishimizning ma'lum bir ehtiyoj bor deyman.
Çünki bəzi ailədə o qılıblar yox olub qalsa, ən addi usul. Bir çoğun yumulaq, bir kiçik yumulaq nərsini deyiblər. Bıçaq bilan. Məsələn, stakan bilan. Stakan bilan. Kiçik rumkalar bilan. Kiçigini kessanglar, çoğunluq stakanda piyalda çoğunu kessanglar, bek addi usul yutub qoyma. Həm bek körkəm çıxıdı. Buludu. Amma nima ish qilamiz? Endi qilib bilan chiroyli kesib olaylik. O'ttirdim bir nima. Buni hozir biz sog'inimizda g'irisligan ovoz chiqadi ekan. Chunki manda bug'doy yerimiz bor emasmi? Mana. Qancha dani kesibsiz? 1 2. Hozir biz jami 10 dani kesdik. 10 dani kesdingiz, 10 dani kesdik. Endi buni ochamiz. 5ning ichini mananda kesamiz. Buni 5ning ichini o'ttirga to'g'rilab. O'ttirga to'g'rilab. Men cho'risini evetkesh turay. Hozir men sizga yasab ko'rsatib beray. Birini yasab beray, endi kechkinizdan yasaylik. Bilib olganimizda bu yerda bir tepishmoq bor ekanda. Qarang. Jiddiyleşib ketib borman. Menimcha mush xemirni qayta jug'urib, qayta ichish orqali foydalangan bo'ladi deyman. Nima tepiga? Mana o'ttirikisini evetamiz. Voy bu sal xatarlikka idisha. Buni churuk holatda bo'ldi ekan. Shunlashda to'nlatqida to'nlatamiz degan. Asta olmasak bu. Mana uzilib ketadi. Bunday signallar bilan asta qo'yib, tekrar to'ntatgan bo'lsak chiqadi. Hozir vaqt istab qoldingiz. Shunday. Nima qilay? Men qo'yay, siz o'zingiz qilib boqing. Siz bilasizlar. Men tushundim. Şunun bilan hozir men bir uyuq chambarak asıldı ekanmiz, bo'ljirganni mishon ustiga qo'ydik ekanmiz, shunun bilan doxovkanacha soldik ekanmiz, shu oshqozonimizga tiqdik ekanmiz. Lekin yerim to'g'ri topdingiz. Ha, bo'ljirganning eqib ketmasligi uchun qulupnikniki. To'g'ri, Nijot aka qildiq. Shunga biz bir o'yman yasaydik ekanmiz-da. Qulupnikni ichiga solamiz degandek. Avval ichib olsak bo'lar ekanmiz-da, shunaqa. Mana. Endi hozir Sallim qilib qoldik, men oldirib qoldik. Uyda bo'lsa to'nglatqida 20 minutdan 20 soatgacha to'nglaydigan yerga, to'nglaydigan yerga solib qo'ysam, bundoq pek qiynalib ketmaydi. Buni bilib oldik. Pralnik pishirish bir xil savrchanlikni talab qildi. Savrchanlikni bu odamniki kayfiyatini tashishda shunaqa. Bu programmani G'o'ji shahar Oqqo'stan ochiq suv va tetim suv zavodi alayda qo'llagan. Aygulda hozir hamda biz pralnikniki asosiyati nusxasini chiqarib oldik shunaqa. Hamda biz cho'qim o'ldirgan saldigan bosqichga yetib keldik. Qancha sasan bo'ldi? Normal sasangiz bo'ldi. Normal sasan bo'ldi. Bu shu egizligi, cho'risning egizligi bilan tang qilib salsak bo'ldi. Sal ko'tarib qo'yamchi? Sal ko'tarilib qilsa bu doxovka kirganki ezildi-ku deyman. Ha. Nima? Bek. Chiroyli qarangi. Rangi tan chiroyli. Shu tapni shunday yigis keldi odamdan, ha? Bek mizlik burayda qilibni. Ta'mimi bir xil bek yaxshi. Asli chiyotidiklarni keltirib. Endi keyindagi bezakni qilaylik. Siz Nijot mani asta lis qolsangiz men xamirni yana yeyay. Ma'qul. Biz uni keyin davomli qolgan xamirda boshqa mashg'ulotni ilib bordik ekanmiz-da. Qachondoq? Qancha qilib? Alayım qadek nettiz holatda. Nettiz holatga keltirsam bo'ladi, tamam. Biz oldingi programmamizda No'riz ishi etish jarayonimizdan cho'ldirimiz dedi. Mushu bolalarni, bu qizlarni mushtaq to'shik ishlarga sapagan chaqda ularning har jihatdan aqlli, chevar, chaqqon bo'lib, yetishib chiqishiga intayin foydali deb shunashqa mushtaq ishlarni sizlar qizlarga qilib qo'ysanglar bo'ladi ekan. Pranikning yuziga chas shaklda qo'ysak bo'ldi. Bu xuddi uni to'kilib ketishining oldini olgan asbobdek göründü ya. Derizning ramkasidek bo'ldi. Bek chiroyli qan. Pishib chiqqan ekan, ham chiroyli bo'ldi. Mushul shaklda o'zingizga xohlagan shakllarda boshqa qiliblarda kesib qilsanglar bo'ldi. Olma, nashbut, undan keyin bugungi bo'ldirgan, uni boshqa anarasak bo'ldi deyman. Anarasak bo'ldi. Anarasak bo'ldi. Lekin urug'i va yegan chog'da ichib. Karas, ha shu. Bo'lmaydi shu ana. Bo'lmaydi ama. Undan keyin ananasim bo'ldi. Ananas bo'ldi. Qarqat bo'ldi. Qarqat. Buni shakar bosh qilib shakar bilan mos keldigan qanday narsa bo'laverdi.
İhralıdaki aziz görürmenler mana Aygül Hanım bilen birlikte qo'lsini ishlash natijasida biz bugungi tayyorlamoqchi bo'lgan qulupnik pranikimizninki asosiy nusxasini chiqarib oldik. Buning ichida nihoyat chiroyli qulupniklar solandi shunaqo solab qo'ydik ichiga. Endi biz buni hozir duxovkaga silib, uni pishishini kutamiz. Biroq hozir ko'rgandek xilicha xamirimiz shunaqla ham materiallar echib qoldi, shunlashqa qolganlardan o'xshash pranikasi yutaylik. Bu programını Şinjan Ehsan Mayçılık Çekiliş Şirketi alaydı qo'llagan. Balkim shu topda ekran oldidagi ko'rmanlarimiz bo'lib, bugungi mana shu pishiriqni tayyorlashga qiziqsinayotgan qarindoshlarimiz bu pishiriqning eng oxirgi pishib chiqish holatining qanday bo'lganligiga, ta'mining qanday bo'lganligiga menimi bakrak qiziqayotgan bo'lsa kerak. Yuqoridan da Aygül Hanım zo'qshoq bilan bizga shu pranikni qanday tayyorlash usullarini nihoyat tafsiliy qilib aytib berdi. Shunaqla buning ketidan xurishlarni intayin astoydillik bilan tunishtirib o'tdi. Ko'radigan bo'lsak, hozir biz buningga qaytib pishqilab ishlash jarayonida reshatkalarini tekshir qilib, shunaqla nihoyat ko'rkam qilib yasab oldik. Endi biz buni duxovkaga solamiz ana shunami? Duxovkaga 180 gradus, asti üsti o'xshash 180 gradusda 20 minut atrofida pishib. 180 gradus qilib, asti ustiga qo'ysak, undan keyin bu o'xshash haroratda pishsa bo'ladi shunaqmi? Undan keyin qancha minut qilamiz? 20 minut. 20 minut atrofida pishirsak ham pishib chiqar ekan. Hozir shu topda yana o'xshashlar sim bo'ldi. 200 kilo odamdan. Siz hep beramsiz. Üstüge salamdım astığa. Üstüge astığıma. Mana. Bu programını Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemeklik Çeklik Mas'uliyet Şirketi alaydı qo'llagan. Bak yoldaki Elnazi Çay Taam şehirtili görünüşte ilanayotgan İçildasxonim programmasi. 20 minutluk pishirish vaqtidan keyin hozir bizning pishiriqimiz pishish oldida turibdi, lekin shu topda hozir bundan ko'tarilgan mizlik puroq, mizlik yet bizning ishtahayimizni ichib og'zimizni siyriq so'kaltirib yubordi. Hakikaten to'limi bek mizlikdaka. Endi hozir qanday qilamiz? Buni ochamiz. Ochaylik. Biroq endi mushu bosqichni tamomlagan chog'da kichik do'stlarniki ota-onalarining nazorati ostida tamomlashini va yoki cho'nglarniki mushu mashg'ulotni o'zi ilib berishini tavsiya qilamiz, chunki buning ichining harorati bir qadar yuqori, kuyib kelishdan saqlanish kerak, shunaqmi? Bundan bir turli seriq mayning ide, shunaqmi? Anondan keyin bo'ljirganning mizlik puruqi kilovatda odamning shunday yegisini keltirib yutib bordi. Shu topda mush minutning o'zida programmani oyoqlashtirib yegim kelib ketib bordi. Yuqorida degandek hozir moda bo'layotgan tushdan keyinlik chayga mana shuningdek o'zimizni tujib bilib, mehrimizni berib pishirgan pishiriqlarimizni ilib berib do'stlarimiz bilan bir stakandan qahva ichgacha yoki choy ichgach kichinlarga eg'iz teksak menimcha bu bir kunimiz intayin huzurliq, intayin rahat ichida o'tgan bo'ldi deb o'ylayman. Endi hozir buni abli yesak bo'lamda. Azroq shakar uni ilib bezaylik. Shakar uni chiqman bir ustayilik. Süzme prokta. Shunaqmi? Süzme prokta. To'g'rimi? Xo'sh, urib qo'ysak qarayotgandek qoladi shakillarda. Cho'risiga, o'ttirg'i chashma cho'risiga qilsangiz, o'ttirdim bildirgandan qizili cho'risi oq bek chiroyli chiqadi. Tizib biray. Programımızda işletken aşxana buyumlarını Nazifa şirketi ta'minlagan. Tayyorlash usuli tuvandikicha. Avval 125 gram seriq mayga 40 gram shakar unidan silib, takshi aralashtirgandan keyin 40 gram shakar silib aralashtiramiz. Ondan hasaldan 15 gram ilib davomli ilashtiramiz. Ondan bug'doy yamisi va unni silib ximir holatiga kelguncha takshi aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan ximirni yaltiroqqa yo'gab, to'nglatquning to'ngiltidigan bo'limiga silib 20 minut turg'izamiz. Bu arlıqda bölgürgenni uşaq qilib to'g'rib olamiz. To'ngiltib ilib olgan ximirni 1/2 cm qalinlikda takshi yeyib olamiz. Ondan bir cho'ng, bir kichik stakan tayyorlab, uni qilib o'rinda ishiltamiz. Avval cho'ng stakanda ximirni uyib olamiz. Ondan kichik stakan bilan uyib ilingan ximirning yarmini yana uyib olamiz. Undan keyin cho'ng yumloq ximirning ustiga kichik yumloq ximirning atrofini ilib avaylab quyib, uning ichiga to'g'rib olgan bölgürgenni solamiz. Onun ustiga ishib qolgan ximirni uzunchoq qilib kesib, katak shaklda tizib qo'ysak bo'ladi. Eng oxirida duxovkaning temperaturasini 180 gradusga tanshab, 20 minut turg'izsak, cho'rik ham yeyishlik bo'lgan bölgürgen praniki tayyor bo'ladi. Tetkiqish bosqichiga yetib keldik. Tetib baqsaq belimizda ta'min. Tetib baqsaq belimizda ishlanmaki cho'qim intayin mizlik, intayin lazzatli bo'ladi. Biz hozir mana az olsun. Rahmat. Biz hozir buni to'g'rash jarayonida bo'ldik. Sirtqi qismi bir qadar churik bo'lganda, ichi yumshoq bo'ldi, chunki buni bo'ljirgandan keyin suyi singan, shunaqmi? Baqaylik.
Aygül'de sizge köpten köp teşekkür. Bugünkü İçil Dostluğun programımızda men qatarlıq ifadəlik görmən dostlarımızğa ait oxşagan hiç yeni pişirişini üyütüp koydunuz. Yigim ketket keçiringlar. Xoş ifadədəki əziz görmənlər, biz bugünkü proqramımızda mana şunday Qoligül xanım qızlarga minnətdarlıq bildiriş bilan ayaqlaşdırışni to'g'ri topdik. Xanım qızlarning mana shunday turmushni suyishi bizning oilamizga ketmay ko'p barakat va iliq ato qilg'usi. Oxirida Nijat Vali Yaqub sizlarning Kingson İçil Dostluğun programımızda vaqtida qo'ymay ko'rishinglarni tavsiya qildi. Programımız har juma kuni Urumchi soat 7dan 18 minut o'tganda Şinjan televiziya stansiyasining iqtisod turmush kanalida dal vaqtida diqqatinglarda bo'ldi. Kingson İçil Dostluğun programmasida men yana kimlar bilan qanday o'xshagan tamoqlarni etishni o'rganganimni men shunaqlar sizlarga o'rgatib qo'yganman. Balki bunga cho'qim intayin qiziqyapsizlar. Amsa İçil Dostluğun programmamizning Kingsonda ko'rishni unutib qolmaylik. Men Nijat Vali Yaqub, xayr xo'sh, omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xo'sh.